Ahad Qayumov kino va seriallarni montaj qilish uchun kompyuteringiz qanday bo'lishi kerak? Birinchisi protsessorimiz. Kelili mavzusi og'ir bo'lganligi uchun bizga Ultra 7 protsessor kerak bo'ladi. Bundan pasti ko'tara olmaydi. Video kartamiz ham kuchlisidan bo'lishi kerak, chunki bunaqa og'ir spetsifekt va yuqori grafikani ko'tarib berish uchun RTX 5080 Smela olamiz. Operativ xotiramiz 64 GB. Chunki to'yda ochiq kiyinib qaynotasiga ko'z suzgan kelin mavzusi bundan kamiga sig'maydi. O'zi hech qayerga sig'maydigan mavzu. Ona platamiz ham serialdagi keliniga kun bermaydigan qaynonadagi. Bizda bo'lsa protsessorga va Asus ROG dan Z890 olib polniy razgonda ishlatamiz. Endi shu xo'rlangan seriallarni qayerdadir saqlash kerak, to'g'rimi? Shuning uchun 2 TB SSD va 4 TB kart olamiz. Boshlanishiga, xo'laydim tugashiga. Kelin o'zidan ketib qolsa, uni stopini beradigan qaynotasi bo'ladi. Bizda ham protsessor o'zidan ketib qolsa, uni muzlatish uchun 360 talik водяной охлаждение. Endi shularning hammasiga quvvat berib turadigan, passiv ishlaydigan oyog'i uzun blok pitaniya. Takoy 1000 talik golddan xotin olib berganda. Va shularning hammasini chiroyli bo'lgan, hamma tomonlama yopib bo'lgan keysga yig'ib olamiz. Chunki ichida tayyor bo'layotgan shedevrni hech kim ko'rish kerak emas. Mana shunaqa kompyuteringiz bo'lsa, Ahad Qayumov kino va seriallarni bemalol montaj qilsangiz bo'ladi. Narxi ham atiga $3,5 chiqargan. Obuna bo'lib qo'yasiz.